Yillar. Abdulla Qahhor. O'tdi umrim, voh darig'. Qadimgi qo'shiq. Hoji Mirsiroj avtobusda joy talashib bolalik bir xotin bilan aytishib qoldi. Bir maktab bola ham kelayotgan ekan. Shu oraga tushdi, yomon bo'ldi. Bu qo'qvosh shu ishingiz noto'g'ri deyishi bilan-ku hojining qorniga qoziq qoqqanday bo'lgan edi. Yana xo'mraymang degani nimasi? Hoji birpas zaharini yutib turdi-da, bola avtobusdan tushib ketayotganida sekin qo'lini uzatib, qulog'ini ushladi va uch buklab turib qattiq qisdi. Jonining boricha qisdi. Bola quloqdan ayrildim deb o'ylagan edi. Qo'rqib darrov ushlab ko'rdi. Yo'q, quloq joyida. U avtobusdan tushib, lovullab turgan qulog'ini ushlaganicha hojiga qaradi va bisotidagi eng og'ir, eng dahshatli haqoratni ishlatdi, ya'ni tarbiyasiz dedi. Hoji huzur qilib o'ch olganidan, bolaning so'kkani boshqa so'z topolmaganidan xursand bo'lib, orqasiga suyandi va atrofiga nazar tashladi. Qarasa, hamma, ayniqsa shofyorning orqasida kitob ko'rib o'tirgan kishi o'zini kulgudan zo'rg'a tiyib turganga o'xshaydi. Haromi, meni toza rasvo qilganga o'xshaydi, dedi o'zicha. Bu hozir kulib yuboradi. Hozir kulmasa keyin uyga borib kuladi, bola chaqasi bilan kuladi. Nega men u itvachchaning qulog'ini shart uzib qo'liga bermadim? Hoji Mirsiroj shoshib turib avtobusdan tushdi. Bolaning ketidan ketdi. Bola hamon qulog'ini ushlab borar edi. Bir orqasiga qarab hojini ko'rdi-yu, jadallab muyulishdagi kattakon 2 qavatli binoga kirib ketdi. Hoji uni bu yerga qochib kirdi deb o'yida eshikning oldida uzoq poylab o'tirdi. Quyosh botdi hamki bola chiqmadi. Hoji asta eshikni ochib kirdi. Bolaning pastdan topolmay oyog'ining uchida yurib, 2-qavatga chiqayotgan edi, kimdir zindaning ustidagi chirog'ini yoqib yubordi. Hoji bir cho'chib tushdi va yuqoriga qaradi. Yuqorida o'ziga ma'lum Orziqul turar edi. Hoji uni qayerdadir qorovullik qiladi deb eshitgan, lekin qayerda ekanini bilmasdi. Ha, Orziqul, dedi. Bu yerda nima qilib yuribsiz? Shu yerdamisiz? Ha, biz shu yerda, dedi Orziqul, to'nini yengi kiyib. O'g'limizga shu yerdan joy tekkan. Siz nima qilib yuribsiz? Hoji ganglab qoldi. U Orziqulning o'g'li yaxshi yigit chiqdi. Hozir bitta o'zi 32 mashinaga qarar emish deb eshitgan, lekin uning shunday joyda turishini xayoliga ham keltirmagandi. Shunaqami, dedi Hoji boshqa so'z topolmay. Bu joy o'g'lingizga tekkan ekan-da. Men o'zingizga tekkan deb eshitgan edim. Buyursin, shunday o'tib ketayotgan edim, esimga tushib qoldingiz. Bir kiray dedim. Orziqul uyda bo'lsa, qulluq bo'lsin qilib chiqay. Juda soz bo'pti-da, hojim. Ko'p yaxshi qilibsiz. Qani kirsinlar? Yo'q, kavushni ichkariga yechadilar. Zab kelibsiz-da. O'zim ham sizni bir aytib kelaman, birpas gapirishib o'tiramiz deb yurgan edim. Orziqul bu gapni mehmonning ko'ngliga bo'lib aytmadi. Rostdan ham Hoji Mirsirojning bir kelishiga orzuman dedi. Lekin rostini aytganda hojini uyiga taklif qilishdan murodi birpas gapirishib o'tirish emas. Unga o'z turmushini ko'rsatish edi. U uy joyini, maishatini ko'rsatish bilan maqtanmoqchi emas, chunki qo'lga kirgizgan narsasi o'z qadr-qimmatidan yuqori bo'lgan odam maqtanadi. U faqat haqiqatni aytmoqchi. Cho'loq-cho'loqligidan, kambag'al-kambag'alligidan norizo bo'lsa, Xudoning qahri keladigan zamonda hokisor bo'lgan odamlarning o't kechib, suv kechib olib borgan kurashlari natijasida turmushlari qanday o'zgarganligini ko'rsatmoqchi edi, xolos. Orziqul bu haqiqatni ko'rsatish bilan ta'na qilmoqchi ham emas, chunki ta'na qilish qattiq o'pkalash degan so'z. Hojida nima deb o'pkalaydi? Shuncha yil sening zavodingda ishlab qornim ham to'ymadi, ochdan ham o'lmadim. Sen meni ot qatori ko'rar eding, toy paxtalar ostida qolib qayg'uram singanda kasalimni mahalla boqqan deb o'pkalaydimi? Hoji shunday qilmasligi kerak emishmi? Zavod egasi-ya, lekin hoji o'sha vaqtda shunday qilmasam bo'lar ekan deb hozir aytishi mumkin va aytadi ham, chunki shu gap bilan birovning ko'nglini yumshatib bir piyola choyini ichadi. Orziqul hojini koridorning oxiridagi eshikka, o'zining bo'lmasiga boshladi. Bu bo'lmada balkonga chiqiladigan eshikning tutqichiga ilingan allaqanday bir xaltadan bo'lak hamma narsa hojining ko'ziga qalbaki ko'rindi shekilli. Butun jihozlarni alohida ko'zdan kechirdi. Hatto devorlarni chertib ko'rdi. Orziqulning kelini Tojixon kirdi. U mehmon bilan ko'rishib narigi uyga taklif qildi. Orziqul hojini oshxonaga boshlab chiqdi. Oshxonada Murod xarita ko'rib o'tirar edi.
Keldingmi o'g'lim, dedi Orziqul. Mana hoji bobong ham keldilar. Murod darrov turib hoji bilan so'rashdi va nazokat bilan unga joy ko'rsatdi. Keling hoji bobo. Barakallo, ko'rinmaysiz, kelmaysiz. Barakallo o'g'lim, barakallo, dedi hoji kursiga ehtiyot bilan o'tirayotib. Umringiz uzoq bo'lsin. Ko'pdan ko'p xursand bo'ldim. O'g'il degan shundoq bo'lsin, otasini rozi qilsin. Ko'p xursand bo'ldim. Xo'p, bu gilamni necha pulga oldingiz? Esimda yo'q. Ancha bo'ldi olganimizga. O'tgan hafta bozorga bir gilam chiqdi. Gilammisan, gilam edi-da. 1300 ga savdo qilib Qodiralining o'g'liga olib berdim. Gilam tanigan odam 2000 ga indamasdan oladi. Shunaqa narsalar kerak bo'lsa menga aytib qo'ying. Xo'sh, yashang. O'g'lim, kam bo'lmang. Endi Orziqul oyog'ini uzatib, bahuzur yotdi bersa ham bo'lar ekan. Biz burun zamonda shuncha davlat bilan ham bu xilda orzu havas ko'rgan emasmiz. Endi ishlamassiz, Orziqul? Nega ishlamas ekanman? 44-maktabda qorovullik qilaman. Men ishlamasdan tura olmayman. O'rganmaganman. Ana shu chakkida Orziqul, ana shu chakki. Noshukurchilik bo'lsa ham o'rganmaganman. Murod kuldi. Ko'rdingizmi, o'rganmaganlar. Bu kishini ishlash huquqidan mahrum qilishga haddim sig'maydi. Tojixon ovqat keltirib qo'ydi. Ovqat vaqtida hoji hech kimga so'z navbati bermay burungi zamonni yomonlab ketdi. Ma'lum bo'lishicha, burun zamonda zavod egasi bo'lishiga qaramay, u ham jabr ko'rgan ekan. Uyezd hokimi akangizni mingboshi qilaman deb 3027 so'm pulini yeb, saylovda Degrizlik Islomiddin degan jallobni saylagan ekan. Tojixon piq etib kulib yubordi va Murodga qaradi. U qanaqa saylov, dedi. Men qayoqdan bilay, dada, u qanaqa saylov? Orziqul anchadan keyin javob berdi. Mingboshi saylov deb eshitar edim-ku, hech ko'rgan emasman. Qanaqa saylov bo'lar edi? Mana, hojim aytadilar-ku, obbo, xotin taloqi, shunaqa qilgan deng, hojim. Tojixonning kulishi Orziqulning so'zidagi kalaka ohang hojiga yoqmadi. U kichkina pichoqchasi bilan suyak tozalar ekan, so'zini boshqa bularga xush keladigan mavzuga burish niyatida birdan so'radi. O'g'lim, dedi. Staxanovchilik deysizlarmi? Buning hikmati nimada? Juda ko'p narsalarni aqlim olib bermas edi. Endi sekin-sekin fahmlayapman. Lekin shu staxanovchilik hech aqlimga sig'maydigan ish bo'lib chiqdi. Burungi zamonda bitta odam, mening bilishimcha, juda nari borsa 3,5 put paxta terar edi. Hozir 25 putga yetkazib berarmish. Mana siz bitta o'zingiz 32 ta mashinaga qarar emishsiz. Murod miyig'idan kulib Tojixonga qaradi. Tojixon, siz ayting, nima uchun hozirgi odamlar hoji boboning aqllariga sig'maydigan ishlarni qilishadi? Ayting, siz ham staxanovchi-ku? Tojixon javobga lab ochilganida eshik taqilladi-yu turib ketdi. Javobni Murodjon o'zi berdi. Staxanovchilikning hikmati shundaki, hoji bobo, o'zimizda bir maqol bor-ku, birovning ishiga saratonda qo'l sovqotadi. Staxanovchilikning hikmati hammadan burun shundaqa men boshqaradigan 32 ta mashina ham, bu mashinalar bilan qilinadigan ish ham birovniki emas. Bu bir. Eshikni taqillatgan o'lmas ekan. Yo'lakda onasiga nima to'g'ridadir quvona so'zlayotgan tovush eshitildi. U shu quvonchini otasiga ham aytish uchun bo'lsa kerak shoshilib kirgan edi. Ne ko'zi bilan ko'rsinki, hali avtobusda tarbiyasizlik qilgan kishi o'tiribdi. O'lmas ixtiyorsiz qulog'ini ushlab sekin yotoqqa tomon burilgan edi. Murod to'xtatdi. Xo'sh, o'rtoq komandir, qanaqa kino ko'rdingiz? Bolani tanib hojining esi chiqib ketdi. Obbo haromi, dedi ichida. Hozir arz qiladi. Agar arz qilsa, cho'ntagimga qo'l soldi deyman. O'rtoq komandir tankist bo'lar emishlar, dedi Tojixon kulib. Uchuvchi bo'lishdan aynibdilar. O'lmas mehmon bilan so'rashmaysanmi? O'lmas so'rashgani qo'l uzatdi. Hoji uning qo'lini olar ekan o'rnidan turdi. Endi men ketay, bemahalga qolmay, dedi. U bolaning shikoyat qilishidan va buning natijasida o'ngaysiz ahvolda qolishidan qo'rqmasa ham bo'lar edi. Chunki O'lmas hech shikoyat qilib o'rgangan bola emas. Orziqul uni pastgacha kuzatib xayrlashdi.
Hoji ko'chaning u yuziga o'tib bitta qadam tashlab borar ekan, o'ylar edi: mashina ham, bu mashinalar bilan qilinadigan ish ham o'zingniki, tank ham o'zingniki. Yillar o'tdi. O'tgan bu yillar dunyoni ostin ustun qildi.